Amerika yoki dunyoda top universitetlarga o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun. Salom, meni ismim Dilnoza va men Duke universitetida 2-kurs talabasiman va meni grantim $300,000 ga yaqin va grantlarim ichida men o'qish xarajatlarim, yotoqxona va shu bilan birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlariga Study Away programmasini ham qoplab beradi. Universitetlarga topshirganda sizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu GPA, ya'ni maktabdagi o'qigan o'rtacha baholaringiz. Ikkinchi kerakli bo'lgan dokument bu IELTS va SAT. IELTS ni 7 yoki 9 bo'ladimi, buni farqi yo'q. Bu shunchaki sizni til bilish darajangizni bildiruvchi til sertifikati. Bo'ladigan narsa bu siz yozishingiz kerak bo'lgan essay, bu personal statement hisoblanadi. Ya'ni bu inshoda siz 650 ta so'z ichida o'zingiz haqingizda ma'lumot berasiz. Keyingi so'raydigan narsa bu universitet sizdan supplemental, ya'ni qo'shimcha insholar so'rashadi va bu esa har xil mavzularda bo'lishi mumkin. Misol uchun, aynan nimaga siz bu universitetni tanlagansiz yoki aynan nimaga bu sohani o'qimoqchisiz. Narsa bu tavsiyanomalar hisoblanadi. Ya'ni sizni maktab o'qituvchingizdan recommendation letterlar bo'ladi. Bu esa 2-3 ta o'qituvchingizdan so'rasangiz bo'ladi. Aynan bu barcha ma'lumotlarni esa Common App orqali to'ldirasiz. Shu bilan birgalikda siz maktabdan bo'sh vaqtingizda nima ishlaganligingiz haqida ham yozasiz. Bu esa sizni extracurricular activities hisoblanadi. Yo'qotib qo'ymaslik uchun mana Instagram va YouTube sahifamga obuna bo'ling, chunki YouTube'da 10 daqiqalik universitetga topshirish kerakli bo'lgan qo'llanmani joylayman. Va ikkinchi qismda esa qanday qilib 100% grantga topshirish haqida o'rgataman.